Ha, shogird, Asta. ishqiyimiz ham kelmayapti bu. Kayfiyatlar tushirib yuborishdi. Hali endi nima deymiz endi? Qayerda xato bo'ldi o'ylaysiz? Omad yetishmadi. Omad kuchlilarga keladi deyishadi doim. Kanavarni tanlashib xato qilishdi. Men bo'lganimda aytaymi nima qilardim? Men bo'lganimda tajriba uchun ketyapmiz, bordi-yu misol. Hozir natija uchun ketmayapmiz deyildi. Natija uchun borilmagandan keyin men yoshlar olib ketardim. Bir 50% yoshlar alishtirib yuborardim komandaga. Shunda tajriba bo'lardi, shunda tajribali keyingi jahon chempionatiga tajriba to'plab borardi. Hozir endi keyingi jahon chempionatiga borsak, hozir bu tarkibda bir 50% bormaydi-da. Yoshi o'tib qoldi. Unda ayniqsa shu markazga ko'p yoshlar qo'yardim. Hali hujumga ham hech yo'q, Sergeyevni o'rniga hali Asilbek, nasal 19 yoshlilar olib ketardim, 17 yoshlilardan 2-3 ta. O'shalarni olib borib o'ynatib, Yevropa komandalariga sotardi o'shalarni. Yevropa komandalariga o'tib ketishardi. Hozir bu yosh katta o'yinchilarni baribir Yevropaga olish qiyin-da. Ana o'shanda tajriba bo'lardi. Haqiqiy o'yinchilar dunyoga tarqatardi. Keyingi jahon chempionatiga kuchli bo'lib borardi. Hozir bu chempionatdan bitta Behruz Karimov orqali yutyapmiz, xolos bittasi bola ketadi. Xudo xolasa. Qolgan o'yinchilar nima basta endi? Shomurodov o'zi pikka chiqib tushyapti endi bo'ldi. Sergeyev ham pishdi, yoshi o'tib qoldi. Qolgan o'yinchilar ham Oson O'runovlar ham o'zi pikka chiqib qaytyapti endi ular ham. Markaz bilan hujumga yoshlar kam edi-da. Shu bolalarda terib yoshlarni olib ketardim men bo'lganimda. Ya'ni keyingi jahon chempionatiga kuchli bo'lib borardik-da uka. Turing endi ishni qiling bo'ldi endi. Bo'lashi bo'ldi endi. Osiyo chempionatida yaxshi o'ynaymiz deyishyapti-yu, o'shanga tayyorgarlik ko'rishyapti.